$120,000 ga mana shu 8 sotuli xonadonimizda sotuvga chiqyapti. Akalar zo'r tarafi tupik mahalliy ekan. Men sizlarga hozir полный obzor qilib beraman. Bu katta ko'chadan kelish. Mana shu xonadonimizda 2 etaj bo'ladi, umumiy 9 ta xonasi bor. 8 sotuvdan iborat. Endi ichkarini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Narxi $120,000 deyaptilar, yana kelishadigan joyi bor. Kirganimizda mana bu tarafdan asosiy uyga kiramiz. To'g'rida oshxonamiz joylashgan bo'ladi. O'ng tarafda bitta kattagina mehmonxonamiz. Zinadan tepaga chiqamiz, yana bitta katta mehmonxona keladi. To'g'riga o'tganda balkonga chiqamiz. Hop, chap tarafda yana bitta xonamiz keladi. Endi holini yaxshilab ko'radigan bo'lsak, ko'r ostida kattagina holi qilingan. Bu yerda mana basseynlarigacha bor. Bemalol suv to'ldirib, cho'milsanglar bo'ladi yozda. Hop, bu tarafda yana bir 4 ta xonamiz bor. Ketma-ket xonalarni ko'rishingiz mumkin. Tepada 3 ta, pastda bitta podvori ham bor ekan. Bu yerda yuvinish xonasi, sanuzel va yana bitta xona bor. Mana bu yerda balkoni joylashgan bo'ladi. Balkondan chiqib, maza qilib issiqqina kofeni ichib turishingiz bo'ladi. Narxi $120,000. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Telegram kanaliga tashab qo'yaman. Bo'stonliq tumani bo'ladi, 86 mahallasi. Dacha qilib qo'ysangiz ham yaxshi variant bo'lar ekan. Bu videoni dacha qidirayotgan yoki arzon narxda qidirayotgan tanishingizga tashab qo'ying. Manfaatli bo'ladi, xudo xolisa. Qiziqqanlar uchun pastda har doimgidek egalari raqami bor.